Munosabatlarda ayol kishi xiyonatga uchraganda, ya'ni turmush o'rtog'i bilan bog'liq xiyonatli munosabatlarda tezda og'riqqa kirib ketamiz va mana shu og'riq natijasida rivojlanishga harakat qilamiz. Ya'ni qasdma-qasdga rivojga ketishga harakat qilamizda, xuddiki unga nimanidir kimgadir isbotlash uchun. Lekin biling, siz mana shunday his-tuyg'u bilan o'zingizni rivojlantirmoqchimisiz? Bu o'ta barbod qiluvchi his. Ya'ni sizga xiyonat qilishganini hazm qilolmayapsiz va bunga qasdlashib, siz unga o'zingizni aslida kimligingizni va kimni yo'qotganini ko'rsatib qo'yish uchun o'zingizni rivojlantirmoqchisiz. Bu degani siz o'zingizni barbod qilish energiyasiga to'liq kirgizib yubordingiz degani. Ham o'zingizni, ham atrofingizni barbod qilishga ishlaydi sizni bu his-tuyg'ularingiz. Rivojlanmang demoqchi emasman, rivojlaning, lekin biling, sizni rivojingiz eng avvalo o'zingizga kerak. O'zingiz uchun, o'zingizni o'stirish uchun, o'zingizni asl bu hayotdagi maqsad orzularingizga erishish uchun.